Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Provan jamoasi. Sizlar bilan bugun Ezvis kamerasi haqida gaplashamiz. Siz kanalga obuna bo'ling, kommentariy yozing, like bosish esdan chiqmasin. Biz boshladik. Bugungi kunimizning qahramoni videomizda H1S modeldagi Ezvis brendining kamerasi bo'ladi. Bu juda ham kichik o'lchamdagi kameralar sirasiga kiradi. Bu kameramiz 2 megapikselda, ya'ni 1080 pikselda bo'ladi. Kameramizni qulayliklariga keladigan bo'lsak, kameramiz albatta xonaning ichki qismi uchun mo'ljallangan. Bu ko'proq bolalar xonasi, uyingizni ichki qismi uchun, ofisingiz uchun yoki do'koningiz uchun ayni muddao bo'ladi. Bu kameramizning qulayliklariga keladigan bo'lsak, ovoz yozish funksiyasi bor bu kameramizda va dinamiklar joylashgan. Wi-Fi orqali telefoningizni ulab olganingizdan keyin bemalol kamerani nazorat qilib turishingiz bo'ladi va kamerani oldidagi odam bilan bemalol gaplashish imkoniyatini beradi. Texnik xususiyatlariga kelib o'tadigan bo'lsak, ushbu kameramizda harakat detektori, odamni aniqlash funksiyasi mavjud va olish uzoqligi, tunni ko'rish masofasi beriladi. 10 metrgacha bo'ladi. Ikki tomonlama audio aloqasi mavjud bo'ladi va telefonga ulab olib, xohlagan yeringizdan ko'rib tursangiz bo'ladi kamerani. Va bu Wi-Fi ni 2.4 GHz ligini podдержка qiladi. Bu ham yomon emas, bemalol ishlay oladi uyingizdagi Wi-Fi bilan. Xo'p, ichini ochib ko'ramiz. Unpacking deyilardi bu. Unpacking qilib ko'ramiz. Nimalar kiritilgan ushbu kameramizning ichida. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Kameramizni ko'rinishi bunday holatda turadi va o'zingizga kerakli joyga o'rnatib, bemalol burib o'rnatib qo'yishingiz bo'ladi. SIM karta slotimiz 256 GB gacha micro SD kartalarni podдержка qiladi va dinamiklari mavjud. 2 megapikselda aytganimizdek. Juda ham bejirim va qulay kamera uyning ichiga qo'yib qo'yish uchun. Va yana qo'shimcha detallarni ham ko'rib o'tamiz. Ushbu kameramizni o'rnatish uchun kerak bo'ladigan qotirish moslamasi, blok pitaniyasi va lipochkalari va yana hech kim o'qimaydigan mana bunday o'zini texnik parametrlar ko'rsatib o'tadigan daftarchasi. Xo'p, kameramiz Type-C orqali zaryad oladi, tarmoqqa ulanadi. Hozir buni ulab, telefonda ham qanday ishlashini ko'rsatishini bir ko'rib o'tamiz test qilib. Kameramizni elektr tarmog'iga ham ulab oldik. Mana o'zi ishlashni boshladi. Kameramizni pastki qismida QR kod joylashgan bo'ladi, past tarafida. Xavfsizlik tomonlama uni ko'rsata olmaymiz va Ezvis programmasini ustanovka qilib olamiz. Telefonimizga mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Programma elektron pochta orqali yoki telefon raqamingiz orqali registratsiyadan o'tsangiz bo'ladi. Men maslahat bergan bo'lardim, Gmail pochta orqali ilovadan registratsiyadan o'tishingizni. Mana bu yerda добавить устройство, ya'ni qurilmani qo'shish tugmasi bor. Shuni bosamiz va QR kodni skanerlashga bosamiz va kameraga kiradi. QR kodimizni skanerlab oldik. Vперед tugmasini bosamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Kameramiz elektr tarmog'iga ulandi va Wi-Fi'miz telefonimiz ulanganligi uchun avtomatik ravishda ulanib ketdi. Mabodo Wi-Fi'ni nomini tanlaysiz, sizda so'raydi buni. Wi-Fi'ning nomini tanlaysiz va parolini yozasiz. Shundan keyin bemalol kameraga ulansangiz bo'ladi. Soat millarini tanlab olamiz va vперед tugmasini bosamiz. Mana bu yerda xohlasangiz har bitta kamera uchun alohidadan parol qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bizga bu shart emas. Biz parol o'rnatmaymiz va bunday kiramiz kameraga. Bu ko'rsatish sifati. Internetimiz biroz pastlik qilyapti, shuning uchun qotish kuzatilishi mumkin. Kameramizni ko'rsatishi yomon emas. Ko'rishingiz mumkin. Shuni ham yaxshi ishlayapti. Bemalol ovozni eshitishingiz bo'ladi. Odamni ko'rgan telefoningizga xabar beradi
va o'zingiz uyda bo'lgan taqdiringizda yoki ofisingizda bo'lganingizda yozishni istamasangiz, buni umniy rejimi bor. Kamerani distansionda o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi programmasi orqali. Kimga shunaqa sifatli kameralar kerak bo'lsa, bizni do'konlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud. Sifatli kameralar Pro One do'koniga kutib qolamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kommentariyada o'zlaringizni fikringizni ham yozib qoldirishni unutmang. Kanalimizga ham obuna bo'ling. Sog' bo'linglar.